Ma qar kunjutni tajriba ishlab bermaydigan do'stlarimiz aldığım sanda. Endi ma yolg'on cho'p qolmay deb yo'l ichish bilan udil kelib, 2 kun bo'ldi jabar qilib ishlab hozir natijasi chiqib ketdik. Vaqtida sizlarga shuni yetkazgim keldi. Ya'ni nurg'un do'stlar so'rab ketgansizlar, siyodan cho'p deb. Shunga ikkisini birga ishildim. Hozir tarkib etgan narsalarni silishtirma qilish orqali deb beraymi, shundan foydalanib qilinglar. Ya'ni Mavvar 100 gramdan tarkib etgan miqdor do'stlar. Qar kunjutda issiqlik 559, siyodanda 429. Oqsil 19'da 1, siyodanda 16'da 5. May 46'da 1, siyodanda 37. Qand 24, siyodanda 7'da 7. Silloza 14-7, siyodanda 3'da 5. Andikin vitamin A, ishkilist asosan yo'qken, vitamin C, qar kunjutda yo'qken, siyodanda bak az 2 mg. Andikin vitamin E'ninki qar kunjutda 49'da 6, siyodanda 0.15. Masiyadan qaraganda vitamin E'ninki miqdori 100 yuqori ekan. Andikin vitamin B1 0.165, siyodanda 0.161. Vitamin B2 0.125, siyodanda 0.117. Dangochun asosan ishkilist yo'qken. Andikin magniy, ya'ni Me 290, siyodanda olib qolsa 335. Andikin kalsiyning miqdori haqiqatan bek ko'pkan do'stlar. Ya'ni qar kunjutda 780, siyodanda 631 mg. Andikin to'mirning miqdori ko'pkan. Ya'ni qar kunjutda 22.8, siyodanda 7.3. Sinekning miqdori 6.13, siyodanda 4.58. Mis qar kunjutda 1.77, siyodanda yo'qken. Andikin kaliy, ya'ni Ja 358 qar kunjutda, siyodanda olib qolsa 408. Selinning miqdori mana endi mikrogram bo'yicha o'lchaymiz do'stlar. 4.18, siyodanda olib qolsa 54.2. Andikin natriyning miqdori 8.3 qar kunjutda, siyodanda 16. Endi bu yerda bir qancha moddalar va haqiqatan bek ko'pkan bu qar kunjutda. Men buni bir qancha narsalar bilan silishtiruv qilish orqali tabiray qanchalik ko'p ekanligini bilalasizlar. Ya'ni to'mir, kalsiy, Me, magniy, vitamin B, vitamin E, andikin sinik, ana silloza. Ya'ni to'mirni misolga olsak do'stlar, palakda ko'p deb bilasizlar. Palakda 2/1 atrofida bor to'mirning miqdori. Qar kunjutda bo'lsa 22/7, ya'ni 10 narsadan ko'p. Andikin sinikni ayrim bir mazmun qilib tushuntirib qo'yman. Bu odam banda intayin muhim, uzun umr ko'rishga intayin cho'ng rol o'ynaydigan moddalarningki birisi. Endi bu sinikni odat dengiz mahsulotlaridan qolsa birisi shu cho'chqa jigarda, andikin toshqon go'shida, ujma, o'rik mag'izda ko'p deb qaraldi. Haqiqatan ko'p. Masalan, ujmida 6/1, 4ning ichida ujmida ko'proq. Endi men qar kunjut qaraydigan bo'lsanglar 6.13, ujmidankidan jiqroq. Sinik ko'p degan gap, haqiqatan jiq degan gap. Andikin vitamin B. Vitamin B shu qarmo'rda bir qadar ko'p deb qaraldi. 0.4 atrofida, 0.4 atrofida. Qar kunjut qaraydigan bo'lsanglar 0.65, shuningkidan ko'p. Andikin mavu Me, ya'ni magniy, kepak bilan yong'oqda ko'p deb qaraldi. 300 atrofida bu ikkisida, lekin qar kunjut qaraydigan bo'lsanglar buningkidan ko'p. Yana birisi Ja, kaliy. Bu eng ko'p deb qaralgan qizil bug'dash cho'chirisi deb olgan bo'ytanlarmish. Qizil bug'dashda bir qadar ko'p bu kaliyning miqdori. 340 atrofida. Lekin men nima qaraydigan bo'lsanglar qar kunjutga 358, shuningkidan yuqori. Yana birisi kalsiy do'stlar. Masalan, sutda 100 gramda 110 dan 120 gramgacha kalsiy bor deb qaraymiz. Lekin ma'lum qaraydigan bo'lsanglar 780 mg nechasidan yuqori ekan. Endi buningki badanga sumirlishi balkim sutning kalsiyga yetmasligi mumkin, badan qabul bo'lishi, lekin miqdori haqiqatan ko'pkan. Endi do'stlar, men tajriba ishlab berishimning sabab men sizlarga tavsiya qilgan yemaklikmish qar kunjut haqiqatan cho'chiq foydali degandek. Nemishqa deganda cho'chiqqa oqsil, vitamin B, B ailasidagilar. Andikin to'mir, sinik, mis degan moddalar kam bo'lgan vaqtimizda chechimiz balda tushib ketadigan yoki jonsiz yoki xunuk alomatlar ko'rildi. Ammo qar kunjutda moddalarniki hammasi intayin ko'p holatda. Shunga mishni normal holatda yeb bo'lsanglar, uning ustiga foyda qildi deb anglab keldinglar, nima uchun lekin bilmaysizlar jiq do'stlar. Nima uchun foyda qildi degan. Shu har qanday bir narsaga mayl foyda qilsin, ziyon qilsin,
Nima uchun degan savolni qo'yinglar. Shuning uchun men tajriba ishlab berdim, tarkiblik narsalarni bog'lab turib tushunib olsin deb. Shunga do'stlar, buni tajriba ishlash uchun 2 kun bir jafo tortib ishlab chiqardim. Yurak berib saqlayib chiqraq do'stlarga avatib qo'yinglar. Asosiy jiqraq do'stlarga misla tarkiblik narsalar bilan bilib turib, andan keyin tushunsa texim yaxshi. Bunday mazmunda ko'rishlaymiz do'stlar.